Qorboboni tutib olganmiz. Uylaringa zarur bo'lsa olib boramiz, xizmatlarini qiladi. To'g'ri. Yangi yilgacha. Ahvolman ham keldi xizmatga mana. Qo'lingizda nima qilib? O, malades, zo'r cho'tik. Assalomu alaykum, xonadonlar, uylanmagan bo'ydoqlarga. Amin, Alloh taolo. Uylanishlikda turgan, kelinoqlarimiz bilan, ukalarimiz Alloh o'zlariga mos, ahli soliha qizlarga kelin bo'lib, chiroyli hayot kechirib Alloh nasib qilsin. Alloh. Rahmat. Alloh razı olsun. Assalomu alaykum, hurmatli qarindoshlar, bo'ydoqjonlar. Mana hali operatorlar bir xilgilari xafa bo'layotdi. Aka biz yo'lni qolib ketganimizni qo'yib qo'yapsiz. Va mana hozir bu kuyov bola tasdiqlayaptiki, haqiqatan ham aka videoni ko'rib, men birinchi o'rinda mashinani ham gaplashmadim, operatorga mashinani hal qilib qo'ydim aka, deyapti. Akmal akam keladi deb bir oy oldin telefon qilib shopirga deb ketib qolmagin, yana men sharmanda bo'lib qolmay, Akmal akam videosi chiqib ketib qolmasin. Yana o'sha holatmi, operator qolib ketdimi degan gap bo'lmasin deb hal qil. Mana shu masalani so'raylar. To'g'rimi aka? Videochiga bir oy oldin mashina gaplashdim. Qolib ketmasan, Instagramga chiqib ketmaydi, Akbar aka Instagramda. Qo'ying. Operatorlarga bitta salom ha aka bizdan. Hamma Operatorlar alohida. Alfa Mediaga alohida. Akalar, mana foydasi bo'layotganini isboti mana. Sog' bo'linglar, xafa bo'lmanglar mendan. Assalomu alaykum hurmatli obunachilar. 4:30 bo'ldi sahar. Sahar 4:30 da mana polvon mashina yuribdilar. Chotga qilib boqqani zaksi ketyapti. Yoz yog'indamiz zaksda. 6ga yetib keling dedilar-da, polvon endi nima qilasiz? Sahar yetib borasizlar, xolos qichqirmas. Tinch bo'laverasizlar. Xudo xolasa sizlarni ham to'ylaringizda mashina qilib, jovlanib xizmat qilamiz. Vizza qilib, mashina chiroyli qilib yuvib bo'ladi. Sahar yuvmasangiz, bu mashinani deng chay to'zon ertalab boyaga deb qoladi mashinani. Iloji yo'q. Tanjonlari sog' bo'laversin, cho'tki xizmat qilib yuraveraylik. Biz charchamaymiz. Xudo xolasa charchamaymiz. Sizlar xursand bo'lsalaring, men xursandman. Assalomu alaykum qadrdon mehribonlarim, juda ko'p sonli obunachilarimizni talab va takliflariga binoan aka viktorina qiluvdingiz, yaxshi bo'luvdi, yana qilmayapsiz deyishyapti. Mana xudo xolasa bugun o'ylab viktorinaga start bermoqchiman. Yana bitta topshiriq. Bitta odam topishmoq. Bir odam yo'lda ketayotgan ekan. Yo'lda jarliqqa qoqinib, yiqilib tushibdi. Jarliqda bir shox ilinib turgan ekan. Daraxt shoxiga ilinib qopti. Daraxt shoxini tepa tomonidan ikkita sichqon kemirayotgan ekan. Pastda ajdarho og'zini ochib turgan ekan. Pastga qarasa ajdarho ko'rinibdi, tepaga qarasa sichqonlar turganimish, yoniga qarasa asal turgan ekan. Haligi asaldan bitta tatib ko'ribdi. Bu nimaga berilgan ta'rif va qaysi kitobda yozilgan? Kommentariyalarda javoblarni kutaman, sovg'alar bor.